Assalomu alaykum. Bugungi metan servisi obunachiları. Bugun 14-aprel 2025 yil. Servisimizde ishlarimiz davom ettirdik. Qora Gentralan metan ustanovkaga taqlab qo'yganmiz bugun. Birisini boshladilar, ikkisi tarafda paka ustanovkaga. Tak, ustanovka bo'lgan avtomobillardan tanishtirib boshlayman. Trekker bir avtomobil. Bu avtomobilimizda polностью full komplektatsiyalarda xudo xolasa stak оборудование bilan ustanovka qilib berdik. Sportiniy variantda dana jettilar bilan hech chiqarmasligi uchun fagomen shalankalar. Ustanovka jarayonini ko'rishingiz mumkin. Ustanovka hamma oxiri idealni qilib, bolalar ustanovka qilib berganlar. Stak variantda stak gofas bilan ustanovka qilingan kompyuterlari. Atmosferniy motor bo'lgani uchun stak gofas bilan ustanovka qilsa bo'ladi. Atak Trekker 2 bo'ladi bo'lsangiz, stak Konex yoki stak Box оборудование bilan ustanovka qilsa, tabloda ошибка cheklab bermaydi. Bu avtomobilimiz atmosferniy motor, shuning uchun atmosferniy komplektda taqlaymiz ustanovkalarni. Ustanovka jarayon bo'ldi. Xudo xolasa bolalar kompyuter diagnostika ishlarini qilib beradilar. Balon qismini keladigan bo'lsak, 3 ta 37 lik bilan ideal darajada ustanovka qilingan. Ustanovkani ko'rishingiz mumkin. Moshni olib, balonlar tap-tagiz olib, cho'tga olib tushgan. Zapravka qilib keldi, bolalar kompyuter diagnostika ishlarini qilib beradilar. Gentralar ham xudo xolasa etapma-etapasdan ustanovkaga kiraveradi. Bir Gentra avtomobilimiz ustanovka jarayoni boshlandi. Bu avtomobilimizga korobka motor programmalarini yozdik. Hozir bolalar metan ustanovkalarini boshladilar, xudo xolasa. Hali balon qismi tayyor bo'lmabdi, endi bo'ladi. Pod kapot qismini ishlab turibdilar. Pod kapot qismiga keladigan bo'lsak, mana stak оборудование bilan ustanovka qilinib turibdi. Stak Gofas 200 bilan sportiniy variantda dana injektorlar, xudo xolasa polностью full komplektatsiyada cho'tka etib programma proshkalar bilan idealnatib yuritib beramiz. Equinox avtomobili. Equinox 2 litrlik motor 2023 yil. Avtomobillarimiz Malibu XL motor bilan bir xil bo'ladi. Propon ustanovka, teylarni cho'tka etib, bolalar shumka etib, termoturubkalar bilan yana ustanovka qilib turibdilar. Bu avtomobilimizdan xudo xolasa yarim soat, 1 soatlik ish qoldi yonidan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizda Europagaz оборудование bilan ustanovka qilinib turibdi. Europagaz injektor 48 lik blok bilan Rail 2 ohmli qarshilikda ishlaydigan injektorlar. Reduktorlarga keladigan bo'lsak, Rail Duo injektori, Rail Duo reduktorlar bilan ustanovka qilingan. Hech chiqarmasligi uchun fagomen shalanka termoturubkalar bilan 100% montaj qilinadi. Proponda termoturubka qo'ymasangiz, 1-1,5 oydan keyin hid beradi, undan keyin gazisini yo'qotish qiyin bo'ladi. Cobalt avtomobilimiz. Bu ham 4-pokoleniya, xudo xolasa full komplektatsiyalar bilan stak оборудование bilan stak Gofas 200. Sportiniy variantda injektorlar, tak injektorlarni nera qo'yibdi bolalar. Bundan keyin sportiniy variantda injektorlar bilan xudo xolasa full komplektatsiyada idealni etib ustanovka qilib beramiz. Bomali ish jarayoni davom ettirdi. Kompyuter proshkalarini ishladik. Korobkasini programmasini yozdik, motorning programmasini yozdik. O'zining shtatniy pultimda avtozapsklarni yozib cho'tka etib berdik, xudo xolasa. Balon qismiga keladigan bo'lsak, 90 litrlik bilan ustanovka qilinadi. Avtomat korobkalar bugungi kunda 90 lik balon bilan 80-85-90 ming so'm bo'ladi. 180-200-220 kilometr atrofida shaharning ichida yurib turibdi. Gentralar ham shu. Motor 1, razgon 1. Tak, xullas gelaverasida servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi. Kredit, naq, har xil variantda xizmatlarimiz bor. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Video yoqqan bo'lsa, bir like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Qiziqtirgan savol bo'lsa, kommentariyada qoldirsangizlar, javob berishga harakat qilamiz.